Assalamu alaykum, hürmetli radyo angluvchi qarindoshlar. Vahiy panjarasi programmamizning 15-soniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Hürmetli radyo angluvchilar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parasidagi tafsirlarni diqqatingizga sunib kelyapmiz. Inshaalloh bugungi mavzuimiz bo'lsa ne'mat haqida. Ya'ni biz o'tgan sonlarimizda ham Sura Baqaraning 40-oyatidan 74-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisini diqqatingizga sunib kelayotgan. Bugun ham shuning oxiri bunun ichidagi tarmoq mavzu bo'lsa ne'mat mavzusi haqida. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Ne'mat. Şuna bundan keyingi oyatlarning yo'nalishi qaytadan yana Bani Isroil qavmiga burilib, ularga Allohning ne'matlarini asildidi va kelish oldida turgan kunning dahshatidan qo'rqitdi. Bu ishlar tafsili bayon qilinishdan ilgari yig'inchoq shaklda xitob qilinadi. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sura Baqaraning 47-oyatidan 48-oyat, 47 va 48-oyatida shunday deydi. Ya bani Isroil azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ey İsrail evladı, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni eslanglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hiç qandaq bir maxluq, hiç qandaq bir kishi boshqa bir kishiga asqatmaydigan, hiç kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hiç kishidan fidya elinmaydigan, gunohkorlar hiç yerdan yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. Bani Isroilning butun jahon ahlidan ustun qilingan davri, ular haqiqiy ma'nodan Allah'ның yer yüzüdeki halifesi bo'lalig'an davrlar edi. Biroq ular o'z Parvardigorining ahkomlaridan yuz o'rib, payg'ambarga itoatsizlik qilishga va Allohning ularga ato qilgan ne'matlariga noshukrlik qilib, Allohga bergan ahdisini, shundaqla o'z ustiga olgan mas'uliyatlarini bir chetga qayirib qo'yishga boshlaganda, Allah'mı ularni mangulik g'azabiga duchor qilish, la'natlik, xarzabun qavm qilib etish qaroriga keldi. Ularni yurtlaridan qo'g'lab chiqarib, sarson qilish hukm qilindi va ular Allohning azobiga haqliq bo'lishdi. Amdilikda ularga bir chaqlarda Allohning shuncha in'om ikromlarini qilganligi ve ularning dunyodagi eng esil qavm bo'lganligi eslatılmoqda. Bu orqali ular ashu yo'qitib qo'ygan martabasini qaytadan qo'lga keltirish fursatining yetib kelganligi tarafga targ'ib qilingan bo'lib, ularning bu yangi iymon karvonlariga qaytilib islom da'vatiga qo'shilishi, Allohga bergan ahdisiga qaytib, ota bovularga Allah tarafdan qilingan mazkur in'omlarga ularning shukri ado qilishi kerakligi.
shundaqla mu'minlarga ato qilinayotgan amdiki yuksak maqomga ularningmi tang o'rtaq bo'lishi kerakligi bildirilmoqda. Hamda yana bu in'om ikromlarni aslatish va targ'ib qilish bilan birga kelish oldida turgan la tajzi nafsun an nafsin shay'a, hech kishiga hech kishi asqatmaydigan qiyomat kunidan qo'rqitilmoqda. Chunki qiyomat kuni har bir kishi o'z amalining badalini ko'radi. Qiyomatdagi hisob yakka holda elib beriladi. Har bir kishi o'z amaliga o'zi javobgar bo'ladi. Hech kishi ikkinchi biriga asqatmaydi. Shuni asda tutish kerakki, mas'uliyatning xususiy bo'lishi islomning dunyo va oxiratlik eng ulug' prinsipining birisi. Kishilik mas'uliyat prinsipi insonning ozod iroda, tanlash erkinligi ustiga qurilgan bo'lib, shuningga asosan Alloh tarafdan olam shumul adli adolat yurgiziladi. Bu prinsip inson vujudida eng sharaflik maxluq bo'lish tuyg'usini uyg'otadi. Bu orqali uning qalbi mangu sagak jo'sh urib turadigan bo'ladi. Bu ikki omil inson madaniyati va tarbiyasi uchun intayin foydali bo'lib, u yana insonning qadr-qimmatini yuksaltadi. Bu prinsip islomning insonga eng sharaflik maxluq bo'lish maqomi berish asosidir. Va la yuqbalu minha shafa'a va la yu'khadhu minha adl. Hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan o kunda, ya'ni qiyomat kunida iymon va solih amal bilan kelolmagan kishiga hech bir shafaat bo'lmaydi. Kufrligi bilan osiylikning apu qilinishi uchun fidya qabul qilinmaydi. Va la hum yunsarun. Gunohkorlar hech yerdan yordamga erisha olmaydigan o kunda ularni Allohning azobidan qutuldirib qoladigan hech bir yordamchi, madadkor bo'lmaydi. Bu oxirgi jumladagi ko'plik almash hammaylarni tang o'z ichiga oladi. Ya'ni kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan o kunda butun insonlar bir-biriga asqatmaydi degan gap bo'ladi. Garchi oyatning beshida Bani Isroil qavmiga xitob qilingan bo'lsa-mu, oxirida bu hukmning butun insonlarga tang umumlashishi uchun so'z shakli uchinchi shaxs ko'plik tarafga burilgan. Bu narsani diqqat qilishga tegishli narsa. Shuningdan keyin Qur'oni Karim Alloh taolaning Bani Isroil qavmiga bergan ne'matlarini bir-birlab sanab o'tadi. Ularning bu ne'matlarga qanday pozitsiya tutganligini, qandaqlarcha inkor qilib, haq yo'ldan chiqqanligini aytib beradi. Ularni Fir'avnning qulluqidan va azob uqubatlaridan qutuldirib chiqish eng katta ne'matlardan birisi bo'lganligi uchun bu yerda hammadan ilgari shu vaqa tilga ilinadi. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Aslanlar ki öz vaqtida biz sizlarni Fir'avn xonadonining qulluqidan qutqazdik. Ular o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni tirik qoldirish orqali sizlarni doim qattiq azobga mubtalo qiladi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi. Aslanlar ki öz vaqtida biz dengizni yerib sizlarga yo'l ochib berdik va sizlarni sog' salomat o'tkazib etdik. Ondan Fir'avn guruhini shu yerda ko'z oldinglarda g'arq qildik.
ya'ni Qur'oni Karim ayni chaqda ularning qadim ajdodlari tortgan zulm sitamlarni ularning tafakkur lavhasiga suratlab berish bilan birga ularni azobdan qutuldirib olgan chog'ini tasavvur qildirdi Qur'oni Karim. Ularga deydi-ki, qani aslanglarki, o'z vaqtida sizlarni doim azobga mubtalo qilgan Fir'avn xonadonining qulliqidan qutqazdik deb bu xitobni qiladi. Yasumun deganlik sizlarni har doim azobga mubtalo qilgan deganlik bo'lib, bu go'yo Fir'avn azob uqubatni sizlarga doim yegizadigan ozuqliq qilib oldi deganni ifodalaganlik bo'ladi. Fir'avn azob uqubatni sizlarga doim yegizadigan bir ozuqliq holatiga ozuqliq qilib oldi deganni ifodalaganlik bo'ladi. Uning orqadan azobning maxsus bir turini, ya'ni o'g'illarni o'ldirib qizlarni saq qoldiradiganligini tilga elish orqali Bani İsrailning naqadar ojiz holga tushib qolganligini va ustidagi mas'uliyatning shuncha ig'irligini eslatadi. Bani İsrailni azobdan qutqizish voqeasi tafsiliy bayon qilinishdan ilgari u xil azob uqubatning Parvardigori tarafidan berilgan ig'ir ofat ekanligi tilga elinadi. Bu orqali ularning shundaqla har bir musulmonning his tuyg'ularida har qanday kishining musibatga mubtalo bo'lishi, har qanday bir bandaning beshiga balo kelishi uningga nisbatan ham ofat, ham Parvardigori tarafidan bir sinoqdir degan tunishni paydo qiladi. Balo musibatning bu haqiqatini bilib yetgan kishi har qanday musibat qiyinchiliklardan manfaatlanadigan bo'ladi. Shu xil tunishi orqali ig'ir baloyi ofatlardan chuqum biror narsa hosil qilmay qolmaydigan bo'ladi. Dard alamga mubtalo kishi navoda uning bir imtihon ekanligini bilsa, dard alammu manfaatlik narsaga aylanib qoladi. Bundaq tasavvur bilan hayot kechirayotgan kishining butun qiyinchiliklari osonlashib ketaveradi. Bo'libmi, shu alamlik ochiq saboqlar davomida qo'lga keladigan ilm, ma'rifat, qat'iy irodani nazarda tutadigan bo'lsa, hamda Allohning dargohida musibatlarning ajri borligini bilib, Allohga bo'lgan qulluq va iltijolarini uzildirmay davomlashtirsa, Allohning chuqum nijotlikka erishtiradiganligiga qat'iy umidvor bo'lsa, Allohning rahim shafqatidan qat'iy umidsizlanmasa, texmi shundoq bo'ladi. Dal mushu vajidan Bani İsrail qavmining azob uqubatini tilga elish bilan tang Allah subhanahu va taala mundaq deydi: "Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim." Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, deydi Allah subhanahu va taala. Andın Bani İsrail qavmining azobdan qutulish jarayonini bayon qilib, "Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Aslanglarki, o'z vaqtida biz dengizni yerib, sizlarga yo'l ochib berdik va sizlarni sog' salomat o'tkazib etdik. Andın Fir'avn guruhini shu yerdala ko'z oldinglarda g'arq qildik, deydi. Endi bu qutulish voqeasining jarayoni buningdan burun Sura Baqaradan ilgari Makkada nozil bo'lgan boshqa suralarda bayon qilingan bo'lib, bu yerda faqat voqeadan xabardor kishilarga qaytadan eslatib qo'yish maqsad qilinmoqda. Aslida oyatning xitob qilinuvchilari bu voqeadan to'liq xabardor edi. Ular bu ma'lumotni yo Qur'oni Karimdan va yoki o'z yanada saqlanayotgan diniy kitob, hikoya, cho'chaklardan egallagan edi. Shunga bu yerda ularni ta'sirlantirish uchun voqea qaytadan suratlab berilmoqda. Bu tasvirlash uslubiga qaramamdigan. Go'yo Madina yahudilari dengizning yerilishini o'z ko'zi bilan ko'rmoqda.
Bani İsrail qavmi Musa alayhissalomning yetakchiligida ularning ko'z oldida dengizni yerib o'tmoqda edi. Qur'oni Karimning bundaq bayon tarzi, ya'ni tasvirlash uslubi bilan xitob qilinuvchini ajoyib ta'siriga selishi faqat Qur'onga xos o'zgacha mo'jizaviy ifoda uslubi bo'lib hisoblanadi. Kalaga cho'qinish. Endi oyatning jarayoni Bani İsrailning Misrdagi zulmdan qutulib, ko'chib chiqishini bo'ylagan holda uningdan keyingi voqealarni bayon qiladi. Allah subhanahu va taolo bu haqda Sura Baqaraning 51-oyatidan 54-oyatigacha bo'lgan oyatlarda mundaq deydi. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Aslanlar ki öz vaqtida Musa'ni 40 keç gündüzlük vədi bilan chaqirdik. O sizlardan ayrılgandan keyin sizlar mo'zayni mabud qilib oldinglar. Shu chaqda sizlar qattiq yo'lsizlik qilgan edinglar. Shuningdan keyin yana sizlarni afv qildik. Shukr qilishinglar kerak edi. Aslanlar ki ayni chaqda sizlar o'zinglarga zulm qilayotgan paytda sizlarni shu orqali hidoyat topsin deb Musaga kitobni va Furqonni ato qildik. Aslanlar ki öz vaqtida Musa bu ne'matni elib qaytganda öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar mo'zayni mabud qilib haqiqatan o'zinglarga qattiq zulm qildinglar. Shunga sizlar yaratquchinglar oldida tavba qilinglar va o'zinglarni o'ldiringlar. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir" dedi. Shu chaqda yaratquchinglar tavbanglarni qabul qildi. O haqiqatan tavbini bakmu qabul qiluvchi va nihoyat mehribondir. Bani İsrail qavmining mo'zayni iloh qilib olib, uningga cho'qinishi Musa alayhissalom 40 kunlik va'da bilan Tur tig'iga chiqib ketgan chaqda yuz bergan edi. Sura Baqaradan ilgari nozil bo'lgan Sura Tahada bu ish tafsiliy bayon qilingan bo'lib, bu yerda faqat voqeaning ular biladigan tafsiloti qaytadan aslitilmoqda. Alloh taolo ularga aslatib, ular shundoq holda ekanki, payg'ambar ko'zdan birdamlik g'oyib bo'lgan hamon mo'zayga o'zini etishidi. Vaholanki payg'ambar ularni faqat Allohning nomi bilan Fir'avn xonadonining ashaddiy zulm istamlaridan qutuldirgan edi. Deb bu xitobni deydi. Hamda ularga va antum zolimun, sizlar zolimlar edinglar deb baho beradi. Demisimi Allohning bandachiligini tashlab, payg'ambarning nasihatlarini unutib, mo'zayga o'xshash bir maxluqqa cho'qinishni boshlashdanmi ortiq zulm bo'lamdi? Vaholanki Allah ularni dal mo'zayni muqaddas biladigan qavmning qulliqidan azod qilgan edi. Biroq shundaqdimi Allah ularni afv qildi. Ularning payg'ambarga hidoyat kitobi bo'lgan va uningda yezilgani haq bilan botilning o'ttirisini ayirib berguchi Furqon bo'lgan Tavratni ato qildi. Bu orqali ularning botilni tashlab, ro'shan haqni qabul qilishi umid qilindi. Lekin shundaqdimi ularni paklashda qattiq qo'lliq qilish zarur edi. Chunki ularning buzuq tabiatini yalang'och qilish va qattiq azob orqali ruslig'ili bo'ladi. Ularning tabiati jazoning ham shiddatlik, ham
favqulodda bo'lishini taqozo qilmoqda edi. Shunga Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. Aslanlar ki ayni chaqda Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Muzayni mabud qilib, haqiqatan o'zinglarga qattiq zulm qildinglar. Shunga sizlar yaratquchinglar oldida tavba qilinglar va o'zinglarni o'ldiringlar. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir" dedi deb hukm qilindi. Ya'ni o'zinglarni o'ldiringlar degan gap, ishinglardagi itoatkor bo'lganlar osiylarni o'ldirsin. Shuning bilan o'zinglarnimi va isyonkorlarnimi poklig'an bo'lasizlar deyilgan deb bu buyruq berildi. Rivoyatlarga ko'ra, bu ruhlarni qattiq zilzilaga soldigan intayin ig'ir, jon olg'uch mas'uliyat bo'lib, rivoyatlarga ko'ra, bu ruhlarni qattiq zilzilaga soladigan intayin ig'ir, jon olg'uch mas'uliyat bo'lib, qarindoshni o'ldirishga, go'yo o'zini o'ldirishga to'g'ri keladi. Ularning buzuq, qo'rqinchoq tabiatini isloh qilish uchun bu intayin muhim edi. Chunki ularning tabiati har qanday razillikka moyil edi. Har qanday yirginishlik ishlarni qilishdan yonmaydi. Navoda ularda yirginishlik ishlardan saqlanadigan salohiyat bo'lgan bo'lsa edi, payg'ambar birdamlik yo'q bo'lib bo'lguncha o'zlarini Muzayga atamagan bo'ladi. Shunga ularning iloji dal shu edi. Chunki tayoq qipi hech qachon gapga unamaydi. Ularga ana shundoq ig'ir badal to'litish, buzuq tabiatini tarbiyalash uchun intayin munosib ham foydali edi. Biroq bu jazo hukmidan keyin yanada Allohning rahim shafqati ularni o'z qo'yniga oldi. Fataba alaykum innahu huvat-tawwabur rahim. Shu chaqda yaratquchinglar tavbanglarni qabul qildi. Chunki u haqiqatan tavbani bakmi qabul qilguvchi va nihoyat mehribondir. Hurmatli radio anglovchi qarindoshlar, Vahiy panjarasi programmamizning 15-soni vaqt munosabati bilan bugun mush yergacha davom qiladi. Inshaalloh Alloh umr bersa, kelar qadimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, butun dunyodagi barliq qarindoshlaringizga shundaqla kamina ojiz uchun ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.